Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Yurtimiz tinch, yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Yangi O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Yangi O'zbekistonimizni bag'rida Qo'qonimiz ham gullab yashnayapti. Qo'qonga ko'z tegmasin, yurtimizga ko'z tegmasin. Mana shu yurtni bir farzandi, ana shu yurtni bir san'atkori sifatida biz Sherqo'ziyevlar oilaviy ansambli sizlarning xizmatlaringizdamiz. Doim mana 50 yildan beri xalqlik xizmatida, davlatimizni davlat konsertlarida, bayramlarda mana bu yangi O'zbekistonda bo'lib turgan ishlaridan faxrlanib, g'ururlanib, yangi ijodlar bilan bandmiz. Bizni oilaviy ansamblimiz ham ko'hna, ham navqiron. Ko'hnaligi shundan iboratki, bizni bobomiz O'zbekiston xalq hofizi, ham O'zbekiston xalq ashulachisi likopda ashula aytadigan juda katta hofiz bo'lganlar. Buvimiz Hadiyaxon Hamdamova, bobomiz Sherqo'zi Boyqo'ziyev bo'lganlar, O'zbekiston xalq hofizi. Mani buvim to'g'rilarida mendan ko'ra buvimi ham shapiylari, ham shogirdlari, nabiralari bizni oilaviy ansamblimizni uzugiga ko'z bo'lgan. Bizi aka-uka Sherqo'ziyevlar bo'lib chiqqan bo'lsak, bizi respublikaga tanilishimizga juda ham katta o'rinlari bor. Singlimiz Namunaxonda Namunaxonda ham san'atlari chiroyli, ham odoblari akalariga bo'lgan hurmat oliy darajada. Shu buvimi bisotlari hammasi Namunaxonga qolgan. Buvim to'g'rilarida Namunaxon gapirib bersalar, yana davom ettiramiz gapimizni. Marhamat. Assalomu alaykum hamyurtlar. Barchalaringiz, xonadonlaringizga tinchlik, omonlik, yurtimizga fayz baraka tilaymiz. Bizi sulolamiz salkam mana sulolamizni tashkil bo'lganiga 100 yildan oshgan. Bobolarimiz, buvilarimizning xizmatlari 1974-yilda dadam boshchiliklarida Nemajon Sherqo'ziyev dadajonim boshchiliklarida oilaviy ansambl tuzilgan. Mana salkam 50 yildan beri xizmat qilib, 50 yildan ham oshibdi. Elga xizmat qilyapmiz. Men shu xonadonda, shu avlodda tug'ilganimdan juda ham baxtliman. Qolaversa, shunday bir ajoyib inson Hadiyaxon aya, shuni opalari Hurmatxon aya, ikkalalari ham opa-uka bo'lishgan. Meni ustozim ular. Shularni zurriyotlari bo'lganimdan baxtliman. Hadiyaxon buvim, Hurmatxon buvim, mashhur san'atkorlar Tamaraxonim, Gavharxonimlarning ustozlari. Ustozim deb e'tirof etishgan. Farg'ona yo'lidagi folklor, milliy qo'shiqlarni mana shu bizni hovlimizga kelib, shu uy buvimi uylari. Buvimi uylarida Tamaraxonim, Gavharxonimlar milliy Farg'ona yo'lidagi qo'shiqlarni o'rganishganda men kechkina qizligimdan o'zim guvohi bo'lganman. Eng kenja shogirdlari Rahimaxon aya Mazahid va O'zbekiston xalq artisti. Ko'plab Farg'onada, Qo'qonda ayol san'atkorlarning ustozi bo'lganlar. Hadiyaxon aya maqomiga ega bo'lganlar bu jonim. Hozirgi kunda shu Farg'ona Qo'qon yo'lidagi kelin salom, yor-yorlar, milliy mana folklor qo'shiqlarni shu buvimdan qolgan, ustozlardan qolgan meroslar davom ettirib kelyapman. Xalqimizga tinchlik, omonlik, barchani xonadonlariga to'ylar, yaxshi kunlar tilaymiz. San'atkorlarning tilagi, niyati yaxshi xalq bo'lamizda. Doim gapimizda yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz boy bo'lsin, to'y qilaversin deydigan niyatli odamlarimiz. Otamiz Nemajon Sherqo'ziyev Moskva konservatoriyasida tahsil olib, o'qib kelib, mana shu teatrda bosh dirijor bo'lib, bir necha spektakllarga, qo'shiqlarga musiqa yozgan ulug' inson edilar. Sherqo'ziyevlar oilaviy ansamblini mana Namunaxon ham aytib o'tib ketdilar. 74-yilda respublikada birinchi bo'lib oilaviy ansambl tashkil qilingan. Buni o'sha Narodnoy tvorчество deydigan Soyuz paytidagi Moskva televideniyasidan kelib bizni olishgan. Bizda oilaviy O'zbekistonda birinchi biz ekanmiz, Gruziyada ham bor ekan.
Rossiyada ham bor ekan. Shunaqangi birinchilardan deb shuni butun dunyoga namoyish qilingan. Bir voqea bo'lgan. Chet elga borgan bir akaxonimiz chet elda endi aylanib ishlar bilan yurib kechqurun gostinitsaga kelib o'tirib televizorda qo'ysalar biz chiqib qolibmiz. Men Qo'qondamanmi yo chet eldamanmi deb balkonni ochib tashqariga qaradim deb aytgandilar. Demak shu bizning san'atimizni o'sha O'zbekistonda o'zida bir necha bor Moskva televideniyalarida Moskvani o'sha Tavarish Pesnya deydigan ko'rik-tanlovda konkurs bu Grand Prix olganmiz. 72-yilda Marhabo talantlardan boshlangan, 72-yil. Keyin 83-yil davramizga marhabo. Unda ham shaharda, viloyatda, respublikada ham birinchi o'rin olingan. 98-yilda Jizzaxda oilaviy ansambllar bizga havas qilib oilaviy ansambllar ham respublikada ancha ko'paygan. Shunda juda katta bir Grand Prix sovg'asi, prezident sovg'alarini olishga muyassar bo'lganmiz. Mana 50 yildan beri, 50 yil, undan ham ko'p mana shu xizmatdamiz. Yaqinda dadamizning 100 yilliklari, oilaviy ansamblda 50 yilligi o'zimizni mana Muloqot televideniyalarida bir necha bor ko'rsatildi, respublika televideniyalarida ko'rsatildi. Hurmatli tomoshabinlar, biz doim sizlarning xizmatlaringda. Sherqo'ziyevlar oilaviy ansambli o'sha kattalarimiz milliy maqom qo'shiqlar bo'lgan bo'lsa, hozirgi yoshlar hozirgi zamonaviy milliy estradalarda doim xizmatdamiz. Namunaxon meni singlim bo'lganliklari uchun aytay turganim yo'q bu gapni. Folklor qo'shiqlarda, ayniqsa to'ylarda yor-yorlari, kelin salomlar, o'sha ayollarni bazmini o'tkazishga Namunaxon eng oldi hofizalardan bo'ladilar. Bu buvimdan avloddan avlodga o'tgan, qondan o'tgan san'at bu. Juda ko'p ayollar endi bu bizning o'zbek ayollari juda unaqa chet ellarga borib, kurortlarga borib dam olishni bilmaydi. Mana shu to'ylarda, to'g'rimi? Yayrashadi. To'yda yayrashadi. Ana shularning xursandchiligiga Namunaxon doim qamalmasdalar, doim xizmatdalar. Biz sizlarning xizmatlaringizdamiz. Nima tilaklar bo'lsa, bizni ijromizda qanday qo'shiq eshitish, qanday ijodimiz, bizni Sherqo'ziyevlar oilaviy ansamblini, oilamizni to'g'risidagi bir savollaring bo'lsa, biz bajonidil. Biz doim sizlarning xizmatlaringda savollar bo'lsa javob beraveramiz. Biz oilaviy ansambl aka-ukalar bu hech bir e'tirof deb aytaman, mingdan ortiq maqom qo'shiqlar, klassik qo'shiqlar, zamonaviy qo'shiqlarni bilamiz. O'zimizning ijodlarimiz, o'zimiz yaratgan qo'shiqlar 100 dan ortiq. Yana folklor qo'shiqlar, hammasi mana shu doim xalqning xizmatidamiz. Ayniqsa oilaviy ansamblimiz O'zbekistonimizning mustaqilligidan keyin yana ham mustaqillikdan ruhlanib ijodimizga ijod qo'shildi. O'zbekistonni madh etadigan qo'shiqlar, Erkin Vohidovning Jon vatan qo'shiqlari, yana juda ko'p shoirlarning qo'shiqlarini, ayniqsa Qo'qonimizni o'zini madh etadigan qo'shiqlarimiz juda ham ko'paydi. Albatta shu sulola hozirgi paytda sulolamizni 6-avlodi xalqqa xizmat qilyapti. O'sha milliy estrada yo'llarida mustaqil O'zbekistonimizga, ayniqsa hozirgi kundagi prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni tashabbuslari bilan juda ko'p san'atga ahamiyat berilyapti. Ayniqsa Qo'qonimizga 2019-yili butun jahon hunarmandlar shahri deb e'lon qilindi. Ana shunda biz butun viloyatimizdan faqat o'zimiz
Sherqo'ziyevlar oilaviy ansambli chiqib, o'sha buvimizni xalq yo'lidagi folklor qo'shiqlaridan namunaxon birgalikda "Ha-ha" qo'shig'ini ijro etdik. Prezidentimiz o'zlari tashrif buyurdilar. Bunaqangi katta anjuman, bunaqangi katta bayram qo'qon bo'lib, bunaqangi katta anjuman bayramni ko'rgan emas. Bu Xudoyorxonni o'sha arkida o'rdani oldida bo'lib o'tdi. Xudoyorxon ham meni ko'nglimda xursand bo'lib ketgandek bo'ldi shuni qurganiga. Shu ansamblni butun respublikaga tanilishimizda, ijodimizda bizni tarbiyalagan dadajonim Nemajon Sherqo'ziyevning oxiratlari obod bo'lsin. Birinchi mana badiiy rahbarimiz bo'lganlar. Undan keyin Bahromjon akam, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Bahromjon akam boshqardilar bu ansamblni. Mana hozirgi kunda Otamjon akam boshqaryaptilar. Bu oilaviy ansamblimizni juda ham zabardast hofizlari bo'lishgan. Avazxon akam, Olimxon akam, bularning ovozlari tenor darajadagi kuchlik maqomlarni o'sha me'yoridan chiroyli qilib ijro etishgan akalarimiz bor edilar. Bularning hammalarini oxiratlari obod bo'lsin. Mana hozirgi kunda Otamjon akamning boshchiliklarida badiiy rahbarimizlar O'zbekistonda televideniyalarda, xususiy televideniyalardan ham juda chiroyli mana ko'rsatuvlarda ishtirok etyapmiz. Bardavom bo'lsin. Aka sog' bo'ling. Bizga bosh bo'lib yuring ko'p yillarga. Ilohim salomat bo'ling. Baxtimizga sog' bo'ling. Yurtimizda doim yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, biz xizmat qilaylik. Hammalaring omon bo'linglar, xonadonlaringizga, barchalaringizga fayz barakot, tinchlik, omonlik tilaymiz. Salomat bo'linglar. Xalqimizga faqat farovonlik, yaxshiliklar tilaymiz. Dunyoda nimaiki yaxshilik bo'lsa, urush bo'lmasin, tinchlik bo'lsin, doim yaxshilik kunlar bo'laversin. Salomat bo'linglar. Oshingga tekis
show.